Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibragimov bugungi futbol yangiliklarini sizlarga yetkazishdan mamnunman. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi yaqinda qiziqarli suratni e'lon qildi. Unda O'zbekiston milliy terma jamoasining bir qator futbolchilari AQSh vizasini olish uchun elchixonaga tashrif buyurgani aks etgan. Ma'lumki, shu yozda AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadigan Jahon chempionati 2026 musobaqasi uchun tayyorgarlik ishlari allaqachon boshlangan. Elchixona xabariga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi futbolchilarini AQSh elchisi Jonathan Hennig shaxsan kutib olgan va jamoaga bo'lajak turnir oldidan omad tilagan. Hatto elchixona xodimlari futbolchilarimizdan bir nechta dastxat olish imkoniyatini ham qo'ldan boy bermagan. E'lon qilingan suratda bir nechta taniqli futbolchilarimizni ko'rish mumkin. Jumladan jarohat sabab maydondan uzoqda bo'lib turgan Jaloliddin Masharipov ham suratda bor. Shuningdek, Ikrom Aliboyev, Xurshid G'iyosov, Oybek Bozorov, Hojimat Erkinov, Jasur Jaloliddinov, Quvondiq Ro'ziyev, Anvar Hojimirzayev va yana bir qator futbolchilarimiz ham ushbu uchrashuvda qatnashgan. Ammo muxlislar kutgan ayrim futbolchilar suratda ko'rinmadi. Masalan, ko'pchilik qiziqayotgan Abbosbek Fayzullayev bu safar suratda yo'q. Balki u hali viza jarayoniga chaqirilmagandir yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Hozircha bu masala ochiq qolmoqda. Shuni ham unutmaslik kerakki, Jahon chempionatida jamoa qaydnomasiga atiga 26 nafar futbolchi kiritiladi. Demak, hozir ko'rib turgan barcha futbolchilar ham turnirda maydonga tushishi aniq emas. Oldinda murabbiylar shtabini ham juda qiyin tanlov kutib turibdi. Xo'sh, siz qaysi futbolchilarimizni Jahon chempionati 2026 tarkibida ko'rishni aniq xohlaysiz va sizningcha qaysi futbolchilar tarkibdan tushib qolishi mumkin? Fikringizni albatta izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Vodiy derbisida mojarolar. UzPFL hakamlik bo'yicha rasmiy tushuntirish berdi. O'zbekiston Professional futbol ligasi UzPFL Superliganing 6-tur doirasida o'tkazilgan Andijon-Navbahor uchrashuvidagi tartibsizliklar va hakamlik masalasida rasmiy munosabat bildirdi. Uchrashuvning 55-daqiqasida Andijon bosh murabbiyi Samvel Babayan hakam qarorlariga bildirgan e'tirozi uchun sariq kartochka oldi. E'tiborlisi, mutaxassis avvalroq 3-mart kuni bo'lib o'tgan tartib-intizom qo'mitasi yig'ilishida ham intizomiy jazoga tortilgan. Shunga qaramay u Navbahorga qarshi bahsda texnik zona qoidalarini bir necha bor buzgan, belgilangan hududdan chiqib ketgan, e'tiroz sifatida to'pni maydonga uloqtirgan hamda hakamlar bilan tortishuvga kirishgan. Mazkur holatlar maydondagi epizodlarga ham ta'sir o'tkazib, o'yin davomidagi asabiy epizodlarning ko'payishiga ham sabab bo'ldi. Liga bayonotida qayd etilishicha, barcha klublar bosh murabbiylari uchun yagona tartib va talablar amal qiladi. Emotsiyalar futbolning ajralmas qismi sifatida qabul qilinsa-da, qo'mita qarorlariga va amaldagi qoidalarga nisbatan hurmatsizlikka yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, Liga O'zbekiston futbol hakamlari markazidan mazkur uchrashuv hakamligi bo'yicha rasmiy tushuntirish talab qilgan. Tekshiruv komissar hisobotlari va translyatsiya tasvirlari asosida olib boriladi. Ayrim epizodlarda bosh hakam va zaxira hakami o'yinni to'liq nazorat qila olmagani, vaziyatlarni tartibga solishda yetarli choralar ko'rmagani ta'kidlangan. Qayd etilishicha, uchrashuvda ishlagan referi o'yin natijasiga bevosita ta'sir qilgan qo'pol xatolarga yo'l qo'ymagan. Biroq ayrim epizodlar uchrashuv taqdiriga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan darajada bahsli bo'lgan. Liga stadiondagi atmosfera va tashkiliy jarayonlarni ijobiy baholadi. Shu bilan birga muxlislar uchun sifatli va tomoshabob futbolni ta'minlash maqsadida o'yin davomida bahsli, ko'ngilsiz holatlar hamda tashqi aralashuvlarni maksimal darajada kamaytirish ustuvor vazifa ekanini ta'kidlagan. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.